Assalomu alaykum, qadrli radio havaskor akalar. Professional radiostansiya ESO System 600. Professional bo'lgani uchun bunda chiqish quvvatini programma yoki hech qanday bir tashqi tomonda regulirovkasi yo'q. O'sha radio havaskorlar uchun o'sha funksiya kerak bo'lgani uchun hozir shuni predelga qilib chiqyapman. Zavodskoy mana bu yoqda mana bitta переключатель turibdi mana 100 watt 50 watt. Mana bu yoqda esa hozir mana simlar turgan joyda xuddi mana bundoq 10 kilomlik rezistor turganda bu chiqish quvvatini shu orqali nastroyka qilib qo'yadi. Endi bu yerdagi rezistorni men olib tashladim va o'rniga mana shleyf orqali shumadav SSB uchun shumadav keraksiz funksiya. Bizlar SSB da ishlaymiz. Shumadavni simini uzib, tashqari bu ham qarshiligi 10 kilom. Rezistordan shumadav simlarini uzdim. Mana plata joyiga qolish uchun mana izolenta qilib o'rab qo'ydim. Endi shu qo'yib qo'yamiz. O'rniga bu shumadavni o'rniga mana chiqishdagi quvvatni nastroy qiladigan rezistorni payat qilib qo'ydim. Bu yoqda mana 3 ta yana rezistor parallelni ulaganman. Umumiy qarshiligi bu 3 ta rezistor 20 kilom. Agar buni qo'ymasangiz, bu yoqda regulirovkani maksimumga qo'ygan paytingizda chiqishdagi quvvat 150 wattgacha ko'tarilib ketyapti. Bu ba'zi holatda yaxshi emas, qizib ketadi. Mana hozir 28 MHz akkumulyator orqali ishlayapti. E'tibor beramiz. Rovna 100 watt. 13.8 volt bo'lganda balkim ko'proq ham bo'lar. 14 MHz. Salgina ko'proq 110 watt. 7 MHz. Mana endi hozir regulirovka qilib ko'raman. Qo'lda albatta sal qiyinroq. Mana buni kerakli quvvatni qo'yib olasiz o'zingiz. Minimalniy mana 5 watt taxminan. Maksimalniy 110. Bu 7 MHz da. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'lasizlar.